Malakul Maut farishtaga, o'lim farishtasiga aytibdi, janob sizni muomalangiz ham ajoyib. Xohlagan paytda kelib qolaverasiz debdi. Dunyoning qoidasi borki, kattaroq odamlar bir joyga keladigan bo'lsa, kelishidan oldin xabar beradi debdi. Siz bo'lsa xabar qilmay kelasiz debdi. U kishi aytgan ekanlar, Malakul Maut, dunyoda men shu qadar ko'p xabar beramanki, manchalik birov xabar bergan emas debdilar. Istima bo'lganing mendan kelgan xabar, sochingni oqargani mendan kelgan xabar, belingda quvvat ketgani mendan kelgan xabar, balangdan bala tug'ilgani mendan kelgan bitta xabar dedilar. Lekin bu xabarlarga senda quloq solish bo'lmasa, men nima chora qilay dedilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karim azimush shanda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadir. Qiyomatda Alloh taolo aytar ekan: "Oyo bandam, agar nasihat olaman desang, nasihat olgudek, kifoya qilgudek umr senga bermadimmi? Nasihat olaman, o'zim o'ylayman desa kifoya qilardi. Har qanaqangi odamga shunchalik umr beradi. Va sizlarga ogohlantiruvchi kelmadimi?" deydi. Mufassirlar ogohlantiruvchidan, qo'rqituvchidan murod kim edi desa, ko'pchilik Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vassalom dedilar. Ogohlantiruvchidan murod. Va ko'pchilik mufassirlar nazirdan murod sochni oqligi debdilar. Va ba'zilar odamni nabirasi debdilar. Sizlarga nabira kelmadimi degani u, ogohlantiruvchi kelmadimi degan.